Bundan burun malajorni mayda pishirish usulini chiqarib bersam, bunda qilsak may bek isrof bo'lib ketadigan, bek mayliq bo'lib ketadigan. Bundan boshqa qilish usullarimi bormi degan inkaslarni qoldirib ketsizlar do'stlar. Bugun meni ko'p may ketmaydigan maysiz qilib duxovka yoki konchijago bilan malajor tayyorlash usulini olib keldim. Buning eng muhimi mush qiyamejimi cho'qim oxirigacha ko'rib o'rganinglar, tambek yeyishlik bo'ldi. Qinamsamiz birlikda o'ynaylik. Oldi bilan o'zimiz va uydagilarimiz yaxshi ko'rib yeydigan materiallardan ko'rsatilgandek ziqqa o'tkazib tayyorlab olamiz. Mushandek malajor yoki xogo yegan vaqtlarimizda ishonchli qiyizlar kam bo'lsa bo'lmaydi-ku. Men bugun albobning har xil tamdagi qiyizlardan ishlatdim. Albob qiyizlarini men alayda maqtab o'tamsammi 12 yilning yoqi o'xshash kasbliklarning oldi bo'lib meniyotdi ham xalqimizning oldin tanlashib bo'yotdi-ku. Tamam shunchalik yeyishlik. Qiyizlarni aplashtirib siq chiroyli o'tkazib olgandan keyin tayyor qilib olgan materiallarimizni duxovkaning lisiga ko'rsatilgandek tizib silib, materiallarning pishib chiqish jarayonida baq qurg'oq bo'lib qolmasligi uchun yuziga bir qavat may sepib bitib, oldin qizitib olgan duxovkaga silib 180 gradusda 20 minut atrofida pishirish uchun sap qo'yamiz. Bu oraliqda malajorning jini bo'lgan qiyamni tanshaymiz. Bular uchun unlasi, ranglasi, yiriklaza, so'qqan so'qmagan zirlardan muvofiq kavavichin, oqmush, wushanfin, izvagan xason, kunjut, tuz, shakar va yijinlardan berib bir-qur aralashtirib olamiz. Orqadan muvofiq miqdordagi mayni tushitib olamiz. Mayning tamlik tushish uchun ekranga yozib qo'ygan dori-darmak va materiallarni mayga qilib bo'sh o'tizalab, materiallarimizni sag'irib, ta'mi mayga butunlay chiqib olgandan keyin bularni suzib elib etib, tayyor qilgan qiziq mayni aralashmaning ustiga to'kib yaxshi aralashtirib, atganlarni tayyorlab olamiz. Orqadan qiyamimizning shirinlik chiqish uchun ayrim bir qozonga yarim chun suv qo'yib bo'sh o'tni echib, kichikkin shinjo berib atgandan keyin kraxmal suvi qo'yib aralashtirib, umat holdagi quyuq aralashma tayyorlab, buning ustiga tayyor qilgan atganlarni to'kib yaxshi bir aralashtirib olsaklar, qiyamimiz tayyor bo'ldi. Mana vaqt to'shib duxovkadagi yemekliklarni pishibdi. Endi buni duxovkadan elib, tayyor qilgan shirinlik yaxshi bir milvi tiplam ustiga azoq tayyor qilib, tetqisi shovson sepatgandan keyin dasturxon qo'ysanglar tayyor bo'ldi. Qaranglar rangining chiroyliligini mayda pishgan malajordan qilishmagidek shunchalik yeyishlik bo'pti. Sizlarni cho'qim bir sinab yiqinglar.